beradi. O'shaning uchun shunaqa ishlatsanglar bu pianichkasi qizlar. Mana bu klenseri. Ikkalovi ham bitta vazifani bajaradi. Просто men bir kun bu qilib proba qilib ko'rdim. No reально menda rezultat zo'r bo'ldi. Tak, keyin kechki paytga qizlarjonlar birinchi bo'lib mana bu losyonini olasizlar, aknelaringlar bor bo'lgan joyga, uchastkagimda botirib olib yoki bo'lmasam vatni diska qilib turib, o'sha akneli joylaringizga qilsanglar bo'ladi. Agar yuzingizda yog'lanish, pora kengayishi bilan problemalar bo'ladigan bo'lsa, unda vatni diska qilib turib, yuzingizni polniy artsiz bo'ladi. Agar yuzingiz juda ham ta'sirchan bo'ladigan bo'lsa, qizarib achishadigan bo'lsa, faqat akneni o'ziga qilasiz. Bu baribir ham quritadi qizlarjonlar, chunki bu imенно akneni quritish uchun mo'ljallangan va yuzda yog'lanadiganlar ham ishlatsa bo'ladi, yog'lanishni kamaytirib beradi. Ammo bu krem esa prям ishlab beradigan variant qizlar. Boya tushuntirib o'tganimdek, agar yuzingiz juda ham ta'sirchan bo'lsa, faqat akneni ustiga qo'yasiz.